Tövəndə diqqətinizə 20-ci əsr Uyğur tarixidəki böyük ictimai islahatçı, yeni maarifçilik hərəkətinin bayraqdarı, mərifətpərvər mutafakkur Abduqodir Domollamның hayot yo'li və kurash musofasiga bag'ishlangan mazkur programmada bo'lg'ay. 19 əsrinin keyinki yarımida Buxara bütkül O'rta Osiyodagi eng muhim islom markazlarining biri. Shundaqla an'anaviy islom madrasa ma'rifi bo'yicha bütkül Sharq musulmonlar dunyosida o'z oldiga uslub shakllantirgan mashhur shahar edi. Buxara uslubidagi madrasa ma'rifi keyinki o'rta asrlardan buyon Qashqarni markaz qilgan Uyg'ur an'anaviy madrasa ma'rifig'imi cho'nqur ta'sir ko'rsatgan edi. Şu sebepten İslam dünyasida Qashqarning Sani Buxara yoki ikkinchi Buxara degan nomi bor edi. 20 asrning boshlarida Rossiyada chiqadigan tatar matbuotlarga Sharqi Turkiston to'g'riliq xabar maqolalar avatib turgan yosh tatar muxbiri Noshirvan Yaushev intayin obrazlik qilib, Buxara bilan Qashqar o'xshash bir me'morning qo'ldan chiqqan bir jup asardir. Yani Buxara'yı şerifni layihalagan kishi shaksizki Qashqarni layihalagandir deb yozadi. Abduqodir Domollam dastlabki tahsilini Qashqar madrasalarida tugatgandan keyin taxminan 1889-yili Qo'qonga berib 2 yil o'qiydi. 1891-yilga kelganda Qo'qondan Buxoroga berib, u yerdagi mashhur mudarris va ulamolarning qo'lida 8 yil ilm tahsil qiladi. Abduqodir Domollamning Buxorodagi o'qish haqida manbalarga tayanib fikr bayon qilgan Turkiya Egey Universiteti Turk dunyosi tadqiqot institutining professori, Uyg'ur akademiyasining raisi Olimjon Inoyat apandi munolarni ilgari surdi. Abduqodir Domollam Qashqardagi xonlik madrasasini tugatgandan keyin taxminan 1889-yili Xoqandga o'qishga borgan. Xoqandda 2 yil o'qigandan keyin 1891-yili Buxoroga berib o'qishga boshlagan. Manbalarga asoslanganda Abduqodir Domollam Buxoroda 8 yil tahsil ko'rgan. Lekin Buxorodagi tahsilidan bak mamnun qolmagan. Öz zamanısının katta alemi süpüde tonulgan Abduqodir Domollam Buxorodagi 8 yillik o'qish hayoti davomida an'anaviy islom ma'rifining turli sohalari bo'yicha bilim oladi va tarbiyalandi. Ammo u Buxorodagi o'qish hayotining oxirgi mezgillariga kelganda Buxoro madrasa ma'rifidagi usuli qadim metodida saqlangan dogmachilik va fikr erkinligiga yo'l qo'ymaslikdek qatmanliqlarga tanqidiy qarashda bo'ladi. Növətdə Amerikada yaşayotgan Uyğur bilim adamlardan Taran Uyğur əpəndi ziyaretimizdə qəbul qılıb mundaq dedi. Abduqodir Domollam Qo'qon va Buxorodagi 10 yilga yaqin o'qishni yanada ayni chog'dagi asos ma'rif sistemasi bo'lgan an'anaviy madrasa ma'rifida tamomlaydi. Shu sababdan Abduqodir Domollam bu o'qish jarayonidan yanada qanoat his qilolmaydi, o'zining ma'naviy tashnaligi yanada qonmaydi. Undaqda Abduqodir Domollamning o'zi Buxorodagi uzunga so'zilgan o'qish hayoti haqida nima deydi? Uning asarlari ichida o'zining tarjimali yoki Buxoro madrasa ma'rifi to'g'riliq yozilgan yozmalari saqlanganmi? Abduqodir Domollam qoldirgan qimmatli asarlar ichida uning shaxsiy hayoti va o'qish tarixiga doir yagona bir yozma mavjud. Ya'ni Rossiyada chiqadigan o'rtaq turkiy tilidagi Shura jurnalining 1916-yil 10-iyun kundagi 12-soniga Abduqodir Domollamning o'zi haqida yozgan adabiy bir musohiba nomli maqolasi besilgan bo'lib, maqolada munolar bayon qilindi. Mening o'qishim Buxoroda bo'lgani uchun, shuningdek, Buxoro tartib va tadrislardan to'liq vaqif bo'lganim uchun bir oz so'z bayon qilish hojatlikdir. Dastlabki o'qishim Qashqar nohiyasi, o'z yurtim Artush, ya'ni Otush qasabasida bo'ldi. Keyin Qo'qonda 2 yil o'qib, Hijriya 1309-yilda Buxoroga bordim. U yerda 8 yil o'qib, Buxoro odatchi imtihon berib, o'z vatanimga qaytib keldim. Doktor Olimjon Inoyat apandi Abduqodir Domollamning o'zi to'g'riliq yozgan adabiy bir musohiba nomli maqolasidagi bayonlarga asosan Buxorodagi o'qishning oxirgi mezgillarida Abduqodir Domollamning usuli qadim metodidan toza rozi bo'lmaganligi, balki uningga tanqidiy ko'z bilan qaraganligini ilgari surdi.
u yana shu zamonlarda Abduqodir Domullamga o'xshash taraqqiyparvar ulamolarning Buxoro madrasa ma'rifi tarqatgan qatmal ideyalardan ozod bo'lib, ijtimoiy islohotchilik yo'lini tashabbus qilganligini ta'kidlaydi. Abdülkadir Damollam başta şu Buxaradaki kona müteessip fikir ve ideyalarının tesirine uçurgan. Bu kona ideya ve fikirlerden memnun olmagan. Yeni fikir akımlarına, yeni ideyalarga qiziqqan ve bu vaqtda izlengen. Şu vaqtda Buxara Ruslar tarafidan işgal qilingan edi. Ama şu Rusya'ya berip kelgen bazı ziyolilar şu Rus cemiyeti bilen şu devirdeki Türkistan cemiyetini seliştirip cemiyetning madaniyatda ve ma'rifda nihoyat ko'p aqid qolganligini bayqagan. Cemiyetdagi nodonlik ve jaholatni tugutish uchun islohot elib berishning zaruriyatini o'tirib qo'ygan. Jadidchilardan mushu Shaboatdin Marjonimi Buxoro ma'rif sistemasini tanqid qilgan. Taran Uyg'ur әпәндімі Abduqodir Domullamның өзі haqida yozgan bu maqolasidagi bayonlarga asosan uning Buxorodagi o'qishi jarayonida hargizmi u yerdagi katta madrasalar bilan donliq ulamolarga qora qo'yuq mahliyo bo'lmaganligini, balki fikr yengiligi bilan tafakkur cho'nqurligini izdeganligini, shundoqla islohot va yengilashni hammadan muhim bilganligini ta'kidlaydi. Abduqodir Domollam Buxoroniki madrasa ma'rif sistemasidagi fikr va tafakkur ozodligiga yo'l qo'ymaslikdek qatmal holatga o'zining norozilik fikrini yushirmay aytadi. Buxoroniki qandaqdir katta madrasa imoratlari yoki bo'lmasa surishtirmay davomlashtirib kelayotgan xurofot aqidalar bilan emas, balki ilm ma'rifatni ulug'laganligi, shundaqla shuning natijasida fikri ochiq va ilg'or ilm ahllarini yetishtirib chiqqanligi bilan Buxoroy sharif deb atalganligi qatorliqlarni aytib, bu ma'rif sistemasida bir qitimliq islohotningki intayin taxirsiz ekanligini bildirib o'tadi. Abduqodir Domullamning o'zimi adabiy bir musoyiba nomli asarda o'zi 8 yillab o'qigan Buxoro madrasa ma'rifining qatmal metodlari va fikr erkinligini bo'g'ib, tafakkurni zaiflashtiradigan ko'ni ramkalarini qattiq tanqid qiladi. U bu asarda keskinlik bilan Janobi Haq butun islom olimining ulamolarga bo'libmi Buxoro domullarga insof bersin deb xitob qiladi. Buxoroda 7-8 yil o'qigan bo'lsam-mu, sop vijdonim va ba'zi haqiqatchi zotlarning so'z suhbati, yo'l ko'rsatishlari Buxoro tahsilimdan hosil bo'lgan xurofotlik, gumonxo'rlik zulmotidan, shundaqla mantiq kalom, falsafa kitoblarining sharh hoshilari, qatmuqat uzundan uzunga so'zilgan safsatlardan hosil bo'lgan xurofot zanjir kishilaridan aql fikrimni ozod qildi. Hozirgi zamonda Buxoro tahsil tartiblari e'tirof qilib yo'l qo'yib kelayotgan hoshiyxonlikning sop aqidalarini buzib, hur va ozod aql fikrini zaharlantirmakdan boshqa hech sarmasi, ya'ni foydasi yo'q desa xato bo'lmas. Ilm yuzidan ilib etganda Buxoroning sharif bo'lishi bema'na, bemazza hoshiya o'qiganlikdanmi yoki eski Yunon xurofotlarini rivojlantirmoq uchunmi yoki Ko'kiltosh, Mir Arab, Havzi Divonbegi degandek hashamatlik madrasa binolarining bo'lganligidanmi va yoki islom olimlari muxoliflarning tajovuzchilik dahshatidan chorasiz qilib istiqbol va oxirat andishasidan voz kechib g'aflat va bekorchilik bilan zoya bo'lib ketayotganligidanmi? Acaba Janobi Haq butun islom olamining ulamolarga bo'libmi Buxoro domillariga insof bersin. Ma'lumki 19-asrning oxirgi chorigidan 20-asrning boshlarigacha bo'lgan o'tkinchi davrda Turkiston tuproqlarida usuli qadam metodini asos qilgan Buxoro uslubidagi madrasa ma'rifi jiddiy xirisga duch kelgan edi. Zamoniylik, loyiqlik, davrga moslashish va taraqqiyot Ismoil G'osparoli boshchiligida Qrim yarim oroldan boshlangan jadidchilik harakatining tub nishoniga aylangan edi. Shu vajidan Buxoroda 8 yillab o'qigan Abduqodir Domullamdek buyuk allomalarmu ma'rif va ijtimoiy hayotda jiddiy islohot elib berib, zamonga loyiqlashishni tashabbus qiladi. Bu haqda to'xtalgan doktor Olimjon Inoyat apandi Abduqodir Domullamdek Buxoroda uzun yil tahsil ko'rgan bir olimning vataniga qaytgandan keyin milliy ma'rifda usuli qadim metodini emas, balki usuli jadid metodini tanlab olganligini alohida eskartdi.
Buxara medrese marifi usuli qadim, ya'ni koni usulni asos qiladigan sistema bo'lib, bu xil usuldagi maktablarda darslar ana tildan ko'proq arabcha va farscha o'tiladi. Diniy ilmlar asos qilinadi, darslarda o'qish va yodlash asos bo'ladi. Fənni ilimlər ikinci orunda durdu. Qızlar okutilmaydı. Buxaradakı bu xil medrese tüzümü şu cəmiyyətin tərəqqiyatıga və ehtiyacıga maslaşa almagan. Muşundaq bir vəziyyətdə ziyalılar otursida şu medrese marif tüzümünü yenilaş fikri doğulgan. Abdülkadir Damollam konu usuldaki medrese marifi bilen yeni usuldaki marif otursida ikisinden birini tanlashga mecbur bolgan. Abdülkadir Damollam usulü cedid deb atalgan şu yeni marif sistemasini tanlab olgan. Qadarlik radio anglag'uchilar, yuqorida Abduqodir Damollamning hayoti va kurashlariga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 3-qismini diqqatingizga sundik. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomli diqqatingizda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.